Okam bu yerda olganlarida bunaqa narxga olmaganlar. Hozir vapshim silishkim arzon narxga beraveryaptilar. Yaxshi niyatda proyekt boshlab bu yerga 3 ta uchastka tushishi kerak bo'lgan o'zi aslida. Dokumentda 6 sotuv zahmati bilan 1.7 zahmat bo'lsa 7.7 sotuv bo'lyapti. Fasati 17 metr, uzunligi 45,5 bo'lyapti. Mana shu joyimiz srochniy bo'lgani uchun sotilyapti. Kiles Abdurahmonovda. Mana glamni yo'l shunda ko'rinib turibdi. Mashinalar o'tyapti. Mahalla asfalt, suv, svet, gaz hammasi bor. Mana shu joyimiz bo'ladi. Kiles Abdurahmonovda joylashgan. Dokumentda 6 sotuv, zahmati bilan 1.7 zahmat bo'lsa 7.7 sotuv bo'lyapti. Mana shu joyimizni srochniy bo'lgani uchun $75,000 so'rashyapti. Ko'ringlar, o'zi bundan tepaga tushgan, bu ancha tepaga. Hozir bu yerga normal rasxod qildilar, buzdilar. Xullas, ish shu joyda to'xtab qoldi. Dokumentlari hammasi joyida. Shunda telefon qilinglar, yo'qsa bosib yuboradigan joy.